Etizdeki Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Ning beshidan ulinadigan shakli. Misol ilippa ning beshidan ulinadigan shakli. Misol dengiz ning bosh va oyog'idan ulinadigan shakli. Misol terak ning bosh va oyog'idan ulinadigan shakli. Misol qo'sh eriq ning oyog'idan ulinadigan shakli. Misol xuanxi ning ayrim shakli. Misol judo ning oyog'idan ulinadigan shakli. Ning ayrim shakli. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Ilippa harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Dengiz harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Terak harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Qo'sh eriq harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Xuanxi harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Judo harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuvandagi so'zlarni menga ayishib o'qinglar. Iti, ishi, iyi, tishi, tishini, yeshini, beshini. Önkürdeki iyiqchaq. İyiqchaqning uyi tog' önkürdə ekan. Bir kuni dadisi iyiqchaqqa: "Biz daraxt kesib kelib, yog'ochdan uy yasab, shu uyda turayli" debdim.
Bahar kelganda ular o'rmonliqqa beribdi. Bu chaqda daraxtlar bix surib chechakligan ekan. Buni ko'rib iyiqchaqning daraxtlarni kesishga ko'zi qiymabdi. Yoz kepti. Ular yana o'rmonliqqa beribdi. Bu chaqda daraxtlar bik biraqsam bo'lib ketgan ekan. Iyiqchaqning daraxtlarni kesishga faqatli ko'zi qiymabdi. Kuz kepti. Ular yana o'rmonliqqa beribdi. Bu chaqda daraxtda mevlar pishib ketgan ekan. Iyiqchaqning daraxtlarni kesishga zotli ko'zi qiymabdi. Qish kepti. Ular yana o'rmonliqqa beribdi. Bu chaqda qushlar daraxtlarga chang'i tizgan ekan. Iyiqchaqning daraxtlarni kesishga yanada ko'zi qiymabdi. Aylar o'tibdi, yillar o'tibdi. Ular davomliq tog' o'nkirda yashayveribdi. O'rmonliqdagi hayvonlar iyiqchaqning oilasidagilardan intayin ta'sirlanib, ularga dasta-dasta yov gullarni taqdim qilishibdi.